Akalar BYD qangda ichiga hozir quyon kirib ketdi. Katta quyon. Ataylab batareykani yechmoqchi biz hozir. Batareykani orasiga kirib ketdi deyapti. Yo'q, ana. Batareykani orasiga kirib qatta turibdi-ku. Qanchadan beri qiynayapti, o'zi qachon kirib ketdi aka? Yo'q, bolalar ko'payiga tutdi. Yo'q. Ishqilib o'ylab qolmayapti. Toshkentga olib keldi. Quyon bilan Toshkentga olib keldi. Iloji yo'q, hozir batareykani yechyapti aka. 5 tasini oldik. 5 ta oldilar. 5 ta oldik. Yo'q, serios aka. Bu bolalarni mashina ichida. Ha, hozir bittasi qolib ketdi, endi yo'q keldi ustamon. 5 tasini ham Toshkentga olib keldingiz. Voylagan. Quyon bilan akam Toshkentga yurtdilar. Yo'lda ham tushmagan. Yo'lda tushmadi. Hozir pishirib yuboraman deyaptilar, yana narsa. Jasada turibdilar. Chetasi ham. Yo'q, ha. Yo'q. Ha, bo'ldi, men halolim. Qaroring chiqaring. Ko'ramiz. Telefonim joyi to'lib qolmasa. Bo'ldi. Asli bataregan tepasida. Bataregan tepasida deyaptilar. Ha, tutdilar. Obangdagi u nari tomonga kirib ketishganda. Qaysi tarafga kirib ketishdi? Oldi tomonga. Old tarafga kirib ketishdi. Ko'rinyapti quyon? Buni turibdi, yana yuribdi uni. Oppoq quyon ekan bu. Oppoq. Fotaling hali ko'rindi akalar, quyon ko'rindi. Ana. O'ta, nechta bor ekan yana? Bolalari ham bo'lishi mumkin, obanglar aka.